sho'tchilaring ko'p yozayotgan bo'lsa, nolda qabaqa oqayotganini ko'rishga. Bitta hozir ikkita liniya qilingan, nolda bitta qo'yilgan. Hozir mana ko'ramiz. Faza bilan nolda tafovuti bir xil chiqishi kerak. Mana fazani nagruskasi yo'q. Mana noldagi 15 amper rasxod qilyapti. Hozir liniya ochiq. Uyda liniyasi ochiq. Buni to'g'rilab beramiz. Mana bu joyda stabilizator qo'yilgan. O'sha videoda ko'rganlaringdek. Rayon noli, mana shahar noli bo'lsa, bitta qilib qo'yilgan. Rayondan shaharga nol o'tib turavergan. O'sha hisobiga yozib olgan. Buni olib to'g'rilab beryapmiz.